Xo'p, bugun sizlar bilan Hashcat dasturi haqida, tuli haqida gaplashamiz. Undan oldin biz John the Ripper tulini o'rgangan edik. Ikkalasini farqi qisqacha. Hashcat o'zi nima? Hashcat bu hash shifrlangan parolni asl parolga aylantiradigan dastur. Nima ishlar qila oladi? Hashlardan parolni topa oladi. MD5, SHA, NTLM va boshqa hashlarni buza oladi. John the Ripper bilan buni farqi, John the Ripper hashni buzadigan vaqtga, ya'ni parolni buzadigan vaqtida CPU ishlatadi. CPU bu protsessor ishlatadi, protsessorimizni kuchidan ishlatadi. Hashcat esa GPU ishlatib juda tez ishlaydi va ko'pincha hakkerlar yoki pentesterlar Hashcatni afzal ko'rishadi. Hashcat video kartamizni kuchidan foydalanib tezroq buzishga harakat qiladi. Hashcat bilan Windows hashlarini buzishimiz, database hashlarini buzishimiz va Wi-Fi hashlarini osongina buzishimiz mumkin. Bugungi misolimizda biz Bcrypt hashini buzishga harakat qilamiz. MD5 hashini va SHA-251 hashlarini buzishga harakat qilamiz. Xo'sh, SHA-251 hashini buzishga harakat qilamiz. U uchun hashcat deb yozamiz. Hashcat-m. Xo'sh, ana endi buni biza hashimiz qanaqa formatda ekanligini bilishimiz uchun bizga qisqacha table mavjud. Ya'ni agar bizga MD5 hashi bo'ladigan bo'lsa, -m dan keyin biza 0 ni berishimiz kerak. Ya'ni 0 bu MD5 hashi degani va undan keyin biza nima qilishimiz kerak? Bizani bu hashimiz qayerda? Hozirgi hashimiz MD5 mana tekstli. Shuni yozamiz. MD5 hash text. Undan keyin bu hashni qaysi word list orqali buzishimiz kerak? Bizning case'imizda user share word list rockU txt. Xo'sh, ana endi enterni bosadigan bo'lsak, bizda buzish amalga oshirildi. Mana buni buzib ko'raylik. Hashcat deymiz. Xo'sh, -m o va undan keyin o emas, biz 100 yozamiz, ya'ni SHA-251 ni buzishimiz uchun undan keyin esa user share word list va rockU faylini beramiz va biroz kutamiz. Buzish amalga oshirilyapti va muvaffaqiyatli buzildi, ko'rishimiz mumkin. Xo'sh, bizning hashimiz mana bu va uni paroli esa 1 dan 9 gacha ekan. Xo'sh, kelinglar, nimaga bizga MD5 hashi buzilmadi? Sababi buni video tahlashdan oldin men bir sinab ko'rgandim va bu Hashcat cache'da saqlab qoladi. Shu uchun ishlamadi menda. Sizlarda bemalol ishlaydi. 251 ni formatda ko'rishganimda sizlar ham bemalol buzib ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, ana endi realni case'larga qaraydigan bo'lsak, Bcrypt hashi bor. Bu zamonaviy eng ko'p ishlatiladigan hashlardan biri hisoblanadi. Buni buzishimiz uchun bizga xo'sh, nimalar kerak bo'ladi? Birinchi bo'lib Hashcat va undan keyin -m bilan formatini belgilaymiz. Bcrypt formati bizga 3200 songa teng va uni biza hashimizni biriktirib ketamiz. Bcrypt deymiz va undan keyin word listimiz qaysi? Bu o'ta zamonaviy hash bo'lganligi uchun default word listlarimiz rockudagi word listlar bilan sizlarni ko'p vaqtingizni olishi mumkin. Shu sababdan men word list degan yangi o'ylab topilgan, o'zim taxlagan parollar ketma-ketligini yozib chiqdim va shuni qo'yib ko'ramiz. Xo'sh, ketdik. Hashcat va undan keyin -m 3200 bu Bcrypt hashlarni buzish uchun, undan keyin esa Bcrypt degan hashimizni beramiz. Shu hashni buzmoqchi biza. Undan keyin esa word listimizni beramiz. Bizning case'imizda word list.txt va enterni bosadigan bo'lsak, bizga buzish amalga oshirilyapti. Biroz kutamiz.
va muvaffaqiyatli buzildi bcrypt hashimiz. Ko'rishimiz mumkin, uni paroli quyidagicha ekan. Xo'p, ana endi NTLM hashini buzishga harakat qilamiz. NTLM hashi bu Windows'ni hashlari. Bu yerda men generatordan foydalanaman doim va shu parolni endi NTLM hashiga o'zgartiramiz, ya'ni Windows NTLM hash generator deb poisk beramiz va undan keyin ushbu saytga kiramiz. Biz qaysi parolni NTLM hashiga o'zgartirmoqchi biza shuni bosamiz va bizga NTLM hashi muvaffaqiyatli yaratildi. Buni men nano wordlist emas, NTLM hash.txt degan faylga saqlab olaman. Saqlab olganimdan keyin esa buni buzishga harakat qilamiz. NTLM hashini buzishimiz uchun biza hash cat-m va 1000 sonini yozamiz. Bu NTLM hashlarini buzish uchun ishlatiladi. Biz yozamiz NTLM hash, ya'ni hozirgi parolimizni hashi shu yerda joylashgan. Undan keyin esa wordlistimizni belgilab ketamiz. wordlist.txt va enterni bosib ozgina kutadigan bo'lsak, примерно 90 sekund adashmasam vaqt oladi deyapti. Va muvaffaqiyatli amalga oshirildi buzilishimiz. Ya'ni bizani hozirgi 2,5 gigabayt bo'sh joyimizdan 512 megabayt joy yetib ortgan ekan bu hashni buzish uchun. Xo'p, bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Agar sizlarga hashketni yana batafsil shu haqida batafsil video chiqaringlar desangiz, agar kommentariyada yozib qoldiringlar. Wi-Fi hashlarini va PHP ma'lumotlar bazasini qanday qilib bu bilan brute force qilib buzib kirish mumkin, shu haqida video chiqaraman agar kimgadir qiziq bo'lsa. Va undan keyin esa MSF Console haqida men video ishlayapman. Bu APK mobillar uchun, web servislar uchun viruslar yaratish uchun bir tool. Xo'p, kimlarga qiziq bo'lsa kommentariyada prosta yozib qoldiringlar. Hammaga rahmat.